Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Nima uchun ko'k choy ko'p ichish kerak? Ushbu video lavhamizni shu mavzuga bag'ishlaymiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Ko'k choy haqida bilib olasiz. Kelib chiqishi Xitoy bilan bog'liq bo'lgan ushbu ichimlik davolash va kosmetik mahsulotlarda foydalanib kelinadi. Ko'k choyni foydali ekanligini hamma biladi. Qizlar parhez qilganda litrlab ko'k choy ichadi. Biroq ortiqcha vazndan xalos qilishni ichimlikning yagona xususiyati emas. Ko'k choy sog'liqqa juda foydali bo'lib, undan ayrim kasalliklarni oldini olish va davolashda qo'llaniladi. Ko'k choyni aynan qanday shifobaxsh xususiyatlari borligini bilishni istasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. 10 ta xususiyatini aytib o'taman. 10-inchisi eng muhimi. Birinchisi, ko'k choy umuman sog'liqqa foydalidir. Agar siz choyni yaxshi ko'rsangiz, oq-qora qanday choy ichishingizdan ham qat'iy nazar ko'k choyga e'tibor qarating. Eng yaxshi foydali ko'k choy organik choy hisoblanadi. Ushbu ichimlik miya uchun foydali, quvvat bag'ishlovchi, hatto saratonga qarshi kurashuvchi hisoblanadi. Ikkinchisi, ko'k choy miya faoliyatini yaxshilaydi va bizni aqlliroq qiladi. Eng asosiy fazilatlaridan biri miya faoliyatini yaxshilashda yordam beradi. Uchinchisi, ko'k choy ortiqcha vazndan qutulishga yordam beradi. Ortiqcha vazndan qutulishga mo'ljallangan ko'pgina qo'shimchalarda ko'k yoki uning xossalari ekstrakti mavjud bo'ladi. Chunki ko'k choy yog'ni eritishga va moddalarni almashuvini yaxshilashga yordam beradi. To'rtinchisi, ko'k choy antioksidantlariga boy. Saratonni ko'p turlariga, jumladan ko'krak, prostata, yo'g'on ichak saratoniga qarshi kurashishga yordam beradi. Beshinchisi, ko'k choy tishlar salomatligiga yaxshi ta'sir qiladi. Ko'k choydagi kataxinlar og'izdagi yomon bakteriyalarni o'ldiradi. Aynan shu bakteriyalar tishlarni chirishga sabab bo'ladi. Oltinchisi, ko'k choy ikkinchi turdagi diabetga qarshi kurashadi. Bu borada ayniqsa ko'k yazvirli choy foydali va insulinga nisbatan sezuvchanlikni oshiradi. Qanddagi qand miqdorini kamaytiradi. Yettinchisi, toza ko'k choyini foydasi. Ko'k choyni bu turi yurak tomir kasalliklarini, insulinni kelib chiqishi xavfini kamaytiradi. U qondagi antioksidantlar miqdorini oshirib, xolesterinni kamaytirishga yordam beradi. Sakkizinchisi, ko'k choy semirishga qarshi. Ko'k choy qorin va bel sohasidagi yog' qatlamlarini yig'ilishiga kurashishda ayniqsa yordam beradi. Albatta, hamma javobgarlikni ko'k choyga yuklamaslik zarur. Muntazam ravishda ko'k choy iste'mol qilishdan tashqari sport va to'g'ri ovqatlanishni ham unutmaslik kerak. To'qqizinchisi, yoshartirish ta'siri. Ko'k choy qarish belgilari va alomatlarini kechiktiradi. Bu ko'plab tadqiqotlar davomida isbotlangan. Bunga sabab shuki, ko'k choyda qarish jarayonini boshlaydigan erkin radikallarga kurashuvchi antioksidantlar ko'p. 10-inchisi, eng muhimi, ko'k choy ichaklardagi qotib qolgan yog' to'plamlarini eritib tushiradi. Ichaklarni tozalab, sog'lom ozdiradi va sog'lom qiladi ichaklarimizni. Hozircha ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Kanalimizni kuzatib boring va ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.